أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz Müslüman qarindaşlarımız, bugün her baqaysыңızlar bilan ortaqlaşmakçı bolgan temimiz Müslümanlarning majburiyati ve mas'uliyati degan haqda bo'ladi. Bu haqda ulug' Rabbimiz Allah subhanahu ve taala ve taqaddas İslam ümmetining eng yaxshi ummat bo'lib tanlanganligi haqida to'xtalib, kuntum xayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhavna anil munkar. Allah Taala aytganki, sizlar insoniyat uchun chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'ldinglar. Sizlar ma'ruf buyursizlar, munkardan cheklaysizlar. Mana bu İslam ümmetining insoniyatni qutqizish uchun chiqarilgan ummatning eng yaxshisi bo'lishga sabab bo'lgan katta amil shu ummatning ma'ruf buyuriya oladigan, munkardan cheklaya oladigan bo'lganlik. Agarki bu İslam ummati barliq o'zini musulmon deguchi kishilar ma'ruf buyurish, munkardan cheklashdan iborat özünün imkaniyatida bo'lgan bu majburiyatlarini mükemmel ada qilishga tirishmasa ve bunun ahir ko'rinishida cho'qim o'zi yashayotgan davrida, o'zi yashayotgan jamiyatda o'zining majburiyatining nima ekanligi, mas'uliyatining nima ekanligini tunib buni ada qilishga tirishmasa, Qur'oni Karim orqali butun dunyoga jakalangan eng yaxshi ummat bo'lishdan iborat mana bu sifat bizda amallashmagan bo'ladi. Biz Qur'oni Karimda ta'bir qilingan eng yaxshi ummat bo'lishimiz uchun biz ustimizga yuklangan majburiyatni tunishimiz kerak. Ve o'zimizning mas'uliyatining nadan nag'ichilik ekanligini ham tunishimiz ve buni mukammal ado qilishga tirishishimiz kerak. Allah Taala Sur Hajrning 192 oyatidan 194 oyatigacha shunda bir haqiqatni o'tirib qo'yganki, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Fasta' bima tu'mar wa'riz anil mushrikin." Allah Taala mana bu oyatda aytganki, sizning karamlik Rabbingiz bilan qasam Muhammad alayhisalom. Biz bütün mahlukatlardan ularning qilgan barcha amallardan so'raymiz. Barcha mahlukatlarning hayoti dunyoda qilgan bütün amallardan hisob kitobga tortadiganligi, buningdan so'raydiganligini ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala va taqaddas mana bu ayetning o'zida o'tirib qo'yib, "Fasta' bima tu'mar va a'riz anil mushrikin." Siz Muhammad alayhisalom Rabbingiz tarafidan buyurilgan buyruqlarni jonliq, oshkora o'tirib qo'ying ve müşriklerden yuz o'ring. Müşriklarning dinni masxar qilishi, sizni masxar qilishi ve bularning bu xil masxarvozlik harakatlariga pisandit qilmang. O'zingizning da'vatini, o'zingizning harakatini, o'zingizning majburiyatini ado qilishga tirishing da'vati. Mana bu oyatlarga qaraydigan bo'lsak, Allah subhanahu va taala bu islom ummatiga shunday buyuk majburiyatlarni yukladi. Endi biz mushu majburiyatlarning huddisidan chiqa olganimizda ve şu mecburiyetlerini mükemmel ada kılalga vaktimizde anındakin bizim mesuliyetimiz yengil olur. Eğer ki biz
Allah subhanahu va taala va taqaddas tarafından bizga yüklengen mecburiyetlerini to'g'ri tunib ve onu ado qilish tarafdori bo'lmasak, bizning mas'uliyatimiz bu kadar ig'ir bo'ladi. Chunki bir inson o'zi nurg'unlagan yaramliq amallarni Allah subhanahu va taala va taqaddas tarafından farz qilingan, vacib qilingan ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның ta'limoti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ko'rsatmasi asosida sünnet bo'lgan amallarni icra qilib qolmasdan, belki o'zining imkoniyatida icra qilish imkoniyatida bor, ammo icra qilmagan, urindimigan mana bu harakatlarning o'zidanmi, faoliyatlarning o'zidanmi so'raladi. Shuningga biz her zaman o'zimizning majburiyatini tunish, her zaman o'zimizning mas'uliyatini qo'rqmay dadillik bilan ustimizga ilishdan iborat mana bu ijobiy tarafda turishimiz kerak. Bir musulmon bo'lish salohiyati bilan o'zining behuda yoritilmaganligi, balki Allah subhanahu va taala mana bu insonning o'ziga so'zlaydigan til, ko'radigan ko'z, tutadigan qo'l, mağdigan put, her qandaq ish qilsa ini qulaylik holat qila oladigan, her qandaq bir faoliyatning o'zini oldin tafakkur qilib, uningga to'g'ri planlarni tuzib mang'alaydigan mana mushundaq bir imkoniyatni berganligidan iborat bu haqiqatlarni tunib, o'zining majburiyatini ado qilishi va mas'uliyatining huddasidan chiqish kerak. Payg'ambar Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deydi: La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu ve an cismihi fima ablahu ve an ilmihi fima amila fih ve an malihi min ayna iktasaba ve fima anfaqa. Peygamber aleyhisselam mana bu mübarek hadisning o'zida her qandaq bir bandaning qiyomat kuni shu banda to'ttirlik masaladan so'ralmaganga qadar, hisob kitobga tortilmaganga qadar bu bandaning qadimi medirmaydi. Tik turib Allah subhanahu va taolaning oldida to'ttirlik masaladan hisob beradi, shuningdan so'raladi, aningdan keyin u bandaga boshqa hisobotlar duch keladi. Bunun birincisi an umrihi fima afnahu. Şu bandaning ömrüdün, şu ömrünü nimaga qo'ratganligidan, şu bandaning jismi ve jismini nimaga sarf qilganligidan, ilmini nimaga ishlatganligidan, mal dunyolarini qaysi yo'l bilan tepib qayerga hajlaganligidan mana Allah subhanahu va taala va taqaddas tarafından ini so'ralmagan qadar mana qiyomat kuni bütün Adem farzandining qadimining midirmaydiganligini Peygamber aleyhisselam bu hadisde oturup koydu. Allah Teala bizge bu cisimni bergen bolsa, Allah subhanahu ve taala bizge 60 yıl 70 yıllık ömrünü vergen bolsa, Allah subhanahu ve taala bizge ilimni vergen bolsa, bizge mal dünyani vergen bolsa, biz bununla sel qaramasligimiz kerak ki bu nimetlerinin çokum ada qiladigan mecburiyet dairesi var ve bunun mesuliyeti hem var. Biz bunu tunib olishimiz kerak. Şunu Peygamber aleyhissalatu vesselam mana Allah subhanahu ve taala bergen bu nimetlerden kıyamet günü her bir bandaning o'zini tik to'g'izib so'raydiganligidan iborat mana bu haqiqatni o'zining muborak hadisida o'tirib qo'ydi. Shuning uchun Peygamber aleyhissalatu vesselam yana o'zining bir muborak hadisida kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. El-imamu ra'in ve mas'ulun ar-ra'iyah. وَالرَّجُولُ رَائِنْ فِي أَهْلِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Sizlarning hammanglar patichi. Hammanglar o'zinglarning patilardan bir-birlab hisob kitobga tortiladigan, savol so'raladigan, hisob beradigan kishilar. Bir ummatga rahbarlik qilayotgan, yetakchilik qilayotgan yo'lboshchilar, imomlar, ular shu ummatning o'zida bir patichi. Ularni o'zining patilaridan so'raladi deganga bir kişinin özünün ailesiga patichi, özünün ailesidan hisob berdi deganga Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu mübarek hadisida nayt rushan ifoda qildi. Bir farzandimiz ko'paysa,
Dünyada bunda gidip mağadagan, yoki bo'lmasa dunyo tirikchiligini o'rtaq qilishib birdigan, boshqalar bilan so'qishib qolsam hapa deyishib birdigan bir farzand ko'paydi degan gap emas. Faxrlanadigan bir obyekt ko'paydi degan gap emas. Balki bizning mas'uliyatimiz og'irlashdi. Majburiyatimiz bir qadar bizga nisbatan oshdi deganni tunishimiz kerak. Şun Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Ey kişiler. Sala özanlını ve özanlının ahlınlını qalancısı adam ve taşlardan ibaret bolgan devzaxtın otadan qoğdap qelinglar. Saqlap qelinglar. Nima bilan? Ular dinni tushundirish bilan, islom bilan, islom ideologiyasi bilan haqni tunutib, dunyo va oxiratning baxt saodatiga yetaklash bilan. Haqiqiy odamiylik yo'llarini mukammal ularga ko'ksitish bilan ularni qo'g'danglar. Ularni saqlab qolishga tirishinglar degan buyruqni Alloh taolo mana bu oyatning o'zida siz bizga berdi. Bizning farzandlarimiz avg'an bo'lsa, bizning dunyolarimiz avg'an bo'lsa, bizning umrimiz hatto uzargan bo'lsa, biz ko'nglimizda hacap uzun ömür ko'rdim, hacap iqtisodim ko'paydi, hacap farzandlarim ko'paydi degan bu idealik yap qolmasligimiz. Balki mening mas'uliyatim oshdi, mening majburiyatim ko'paydi deganni har vaqt unutib qolmasligimiz kerak aziz birodarlar. Allah subhanahu va taolo yana bir oyatda falanas'alannallazina ursila ilayhim va lanas'alannal mursalin. Payg'ambar avatilgan kishilarning o'zidan sizlar payg'ambarning da'vatiga qanday ijobat qildinglar deb biz ulardan so'raymiz. Albatta payg'ambarlardan ham sizlar o'zinglarning da'vatini qanday elib bordinglar, qanday yetkizdinglar, biz ham bu haqda so'raymiz dedi. Payg'ambarlar ham so'riladi, ham shundaqli biz shu payg'ambarlarning buyruqlariga qanday ijobat qildik? Qur'oni Karim, hadis Rasul ta'limotlarini qanday o'rindidik? Bir musulmon bo'lib salohiyatimiz bilan ustimizga yuklangan majburiyatlarni, mas'uliyatlarni qanday tunudik va qanday ado qilishga tirishdik? Mana bu haqda har bir musulmon atrofliq o'ylanish kerak. Her bir musulmon bu haqda o'zining mas'uliyatining ne kadar ig'irligini, o'zining majburiyatining ne kadar ig'irligini albatta tunish kerak. Biz Allah subhanahu va taolo tarafidan yuklangan majburiyatlarni to'g'ri tunugan va uni ado qila olgan vaqtimizda biz inshaalloh qiyomat kuni nuroniy yuzlar bilan qo'pashqa ham mas'uliyatimiz yengil bir shaklda musulmon bo'lib qiyomat kuni mas'uliyati yengil kishilarning bo'lishqa albatta muvaffaq bo'lamiz. Şun Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fazkuruni azkurukum veşkuruli ve la tekfurun. Meni eslanla, meni yadıtınla, men sizlarning günahlarını afu qilish bilan, günahlarını mağfirat qilish bilan men sizlarni eslayman. Men sizlarni yad etaman. Biz Allah'ın emir fermanını icra qilish, üstümüzge yüklengen mecburiyetini tunuş ve onu ado qilish, mas'uliyatning ne kadar ig'irligini his qilish, bunu ado qilish uchun tirishish. Mana bu holat bizda shakllanganda, aningdan Allah subhanahu va taolo va taqaddas bizning gunohlarimizni afu qilish bilan, mag'firat qilish bilan, katta ajr savoblarni berish bilan bizni aslaydi. Şuna aziz birodarlar, aziz musulmon qarindoshlarim, biz bir musulmon bo'lib salohiyatimiz bilan haqiqiy xayr ummat bo'lishimiz uchun insoniyatni qutqizish uchun tanlangan ummatning eng yaxshi bo'lishimiz uchun ustimizga yuklangan majburiyatni tunayli, mas'uliyatni tunayli va buni ado qilishga tirishayli. Alloh taolo barliq musulmonlarga o'z majburiyatini tunaya olgudek va mas'uliyatini qo'rqmay ustiga ola olgudek himmat ato qilsin. Ve şundaqla her bir musulmonning o'zini haqni haq deb tunib, uninga ergishib mangadigan, batılni batıl deb tunib, uningdan yiroq turadigan mana bu holatga muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.